Assalomu alaykum xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Ehson qilganlar hammasiga kattakon rahmat va nihoyat darvozamiz ham bitta keldi. Hozir nasib bo'lsa o'rnatamiz, chiroyli qilib ko'rsatamiz. Darvozani ko'rsatgin bitta. G'isham keldi 13 ta. Bir qator past deyilgani uchun bir qator yana g'ish terib qo'yamiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Kuzatib boringlar, layklarni bosib. Faqat video boshidan layk so'raymiz, chunki nima uchun? Ko'pchilikka tarqalishi uchun videolarimiz ko'pchilikka tarqalsin deymiz. Mana hozir ko'pchilikni savob orqali mana shu 5000, 10000 arzimagan pul deb taylashadi. Shu yig'ilgan puldan bitta qiynalgan oila xursand bo'lib mana shunday kimdir uyli bo'lib qoladi, kimdir zaborli bo'lib qoladi. Shu hammasi el xalqimiz sizlarning sabablaring bilan mana shu O'zbekistonda yurganlar kimdir 5000, 10000 taylayapti. Mana hozir Toshkentda ishlayotgan bir ukamiz 300 ming so'm ehsoni bor ekan, kecha taylab ketdi. Xozmakdagi qarzimizni berdik, hozir yana ozroq qarz bo'lib qoldik. Sberbank kartaga bir 600 rublmi shuna tushibdi. O'zi pul yig'ilmadi. Endi hozir mana shu darvozani o'rnatib, oxirgi marta kartalarni qo'yib ko'ramiz. Qani, agar yana kartalarga pul tushib, davay o'sha zaborda nariyog'ini ham o'raymiz deysa, nasib bo'lsa boshlayveramiz. Bo'lmasa hozircha to'xtatamiz. Hozir kuzatib borsanglar, shu ishimizni qo'yish jarayoni va 13 ta g'ish olib keldik, 2 ta g'ish bor edi. Tepada bir qator tepani ham urib qo'yamiz. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Layklarni bosinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, blok ham olib keldik 13 ta. Shu kun ulguramiz degan umiddaman. Shu kun shu yerda bir qator ko'tarib, shu ishni joylashtirib ketsak, svarka apparatlarini ham olib keldik. Ikkidan keyin olib kelasiz. Hozir apparatlarni tushiraylik, mana kabelni ulang. Kabelni ulangda uchini olib keling bu yoqqa. Disk, beton kesayotgan disk. Burchakda kesmasak hozir joylashmaydi. Uchini olib boring o'zingiz. Siz qo'lingizdagi 5000. Bu temir kesayotgan, bu beton kesayotgan tosh. Shuning uchun qimmat. Mana bu 5000 so'm. Bu bunaqa ekan. Bu temir kesadi. Beton kesadi. Nima ekan? Bu 5000 mi? Bu qancha? Bu 5000 bu 32 32000. Mana 6000 ekanda. İçik yapamaz mı? İşi yapamız. Kiyen, sizem. Mani ham qo'ymaysanmi? Ha? Mani ham qo'ymaysanmi ki? Qayerda qo'yapsan men molni? Qayerda qo'yaman molni? Siyosatimizdagi. Tamam. Maktab bizdan maktabda bitirib maktab. Maktab tamam, oldu. Xo'p. Shuni bor ekan. Salomlar olib yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar Do'stlar, 11 uni o'qi. 11 ta. O'zbeklarmi? Ko'p futbol ko'rmay, futbolga qiziqasizmi shularcha? 11 ta. Nasaf ayollarimi? Ko'taring, yuring. Davis kimi? Endi Xitoy kimi? Nima nasaf ayollar? Qanday bu? Tamam. Şuraya ben beraber kaçtık böyle. Tamam, bunlar. Ushlab turing. Noto'g'ri o'lchasin, nima bo'ladi qoldi? Odam shoshilmaydi Sodiq aka.
Sal kutadi odam. Xulosa qilishdan oldin. Onasin, otasin, diydorin qunsa, yot yilda yovrini, so'zlarin eslab, har kuni o'tkazar, ketmoqni qumsab, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, har kuni o'tkazar, ketmoqni qumsab, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Qo'ng'iroq qilganda yuragi o'rtar, qora ko'z bolasin dada deb yig'lar, qo'lida bir Shoshilmang, pastga qo'ying, yerga qo'ying. O'rtasidan kelib ushlab turing. Qimillatmay turing. Kattasidan qo'ydik. İşte bu shu baquvvatroq bo'lsin dedikda. Bizdan tushirmasin, ayting. Bo'ldi. Xo'sh, bu ishimiz bo'ldi. Endi keyingi ishimiz blokni terib tashlashimiz kerak. Xo'sh, azizlar, mana darvozani ham chiroyli qilib qo'yib oldik. Oson emas, bir oilani shunday chiroyli qilib eshiklarini, darvozalarini va bunday bloklarini qilib berish. Hammalaringizga kattakon rahmat. Shuncha qo'llab-quvvatlab bizning poddeskada ehson qilib pul tayyorlab turganlarga ham kattakon rahmat. Nimaiki niyatda ehson qilgan bo'lsanglar, shu niyatlaringizga erishib yuringlar. Topgan pullaringga baraka bersin Allohim. Hamisha yaxshi kunlaringga ishlatinglar, to'y tomoshalarga ishlatinglar pullaringni. Hamisha yaxshi kunlaringga ishlatinglar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Juda chiroyli bo'ldi. O'zimning ham havasim ketib qoldi. Chatga. Endi bu narsamiz shu. Shundan foydalanib turamiz hozircha. Olib bering. Yo'q, yarimta emas, butun kerak. Yo, bismillah. Qani masrak. Butun degan paytim butun. Yo, bismillah. Balam qiling bo'lsa. Baribir qanaqa qo'ymagan odam. Yo, bismillah. Ikki bo'ldimi, qo'mi? Ha? Ikki bo'ldimi? Bo'ldi aka. Darvoza qatori bo'lsa 2 bo'lar ekan. Hozir 2 mi, qo'mi? Ha. Sodiq aka. Obunachilarga gapirmaysizmi? Rahmat, men bo'ldi, olayman avval. Rahmat deysiz, bo'ldi. Yo'q. Hech qil bo'ladi. Rahmat bilan bo'ladi. Ha, yapasam. Toshli rasvor qilib ketibsiz-da shuni. Ha? Toshli rasvor. 2 minut. Berada kawan kirema. Bu tahmin. Ini 2 minut. Ini mau tegang ini. Apa boleh bisa? Oh, teka. Oleh, itu gitu. Oleh. Nah. Apa ini?
Oz. Shoshilmangda, men loyda yaratmay turib ko'tarasiz. Mana ruxsat oldik, qara. Deydi? Ha, obas. Musofirlik yozilgan taqdirning O'qidim nega? Sizga tovuqdan boshqa narsa kerakmi yo'qmi? Ha, Sodiq aka? Yo'q, tovuqdan boshqa narsa kerakmi yo'qmi? Bir dish tovuqqa deysiz. Uzating işte. Butun qish uzating. Yaqin, yaqin. Yo'q, butun, hammasi butun. Ol bitta böyle bak. İki oturdu kaldı, iki gibi kaldı, iki ya. Yaksın yapsın, doğru bulan. Arkadaşlar arkaya oturma. yuragi vatandek urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar. Ha, Sodiq aka. Qanday bo'lyapti? Har kuni o'tkazar ketmoqni qo'msa uyini sog'ingan musofirlar. Haberi bular. Endi ikki metr bo'ldi. Yo'qdan buyoq baland bo'ldi, ha? Yo'q. Yo'q, 11 kilogram. 11 bo'lgan bilan bu baland bo'ldi-da. Haberi bitta o'tamiz. Sodiq aka, odam qiynaysizmi deyman. Ya endi urasiz. Asta haydaysiz. Va yarimtaligingiz qanday edi? Musofirlik yozilgan taqdirning ishi, hayot ming jumboqdir o'tmaydi tishi. Bag'riga bosgudek ko'z tutalishi, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Adolat aytar tagi hammaga sovg'a olib, yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib. Uyini sog'ingan musofirlar,
Xo'sh azizlar, mana biz ham terib bo'ldik. Sodiq aka, xursand bo'ldingizmi? Sodiq aka, xursand bo'ldingizmi? Hey. Ay, malades ana. Kamera menga. Rahmat. Bitta yangi laston menga. Lasetni olib bilay. Ilohim, Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Nasib. Biz ham mashina bilan yuraylik. Xo'sh azizlar, shu ishimiz o'rtasida bitta gapni aytib o'tmoqchi edim sizlarga. Iloji bo'lsa qo'llaringizdan kelsa poddeska qilib, men o'zim ham bitta YouTube kanal ochganman. Agar qo'llaringizdan kelsa poddeska qilib, o'sha kanalga ham obuna bosib qo'yinglar. Shunday pastga kanal nomini yozib qo'yaman. Iloji bo'lsa qo'llaringizdan kelgancha shu bitta like bosib, har zaman video qo'yib turamiz. Endi asosiy ishimiz o'zani pena blog chiqaramiz. Pena shu orqali yuramiz. Asosiy ishlarimiz shunaqa. Shuning uchun o'sha reklamalar ketadi. Iloji boricha qo'llaringizdan kelgancha shunga poddeska qilib bosib qo'yasizlar. Xo'sh azizlar, mana ishlarimizni ham tugatib oldik. Kimni qo'ldan kelsa ehson qilinglar, yana oxirgi marta karta qoldiramiz. Imkon qadar qo'llaringizdan kelgancha ehson qilinglar, chunki hozir xozmakda ham ozroqgina qarzimiz qolgan. Yana shu Mironni o'zi ham nima qilyapti va kimdir 300 ming berdi dedi, ismlarini aytib shart emas dedi. Toshkentda ishlayotgan bir ukamizmi, akamizmi bor ekan. Shu kishi 300 ming so'm beribdi. O'sha kishi ham Alloh rozi bo'lsin. Nimaiki niyatda ehson qilgan bo'lsalar, dargohida qabul bo'lsin. Hammalaringizga kattakon rahmat. Poddeskani kuchaytiramiz. Olg'a. Sodiq aka, ta'mida chiroyli qilib o'ynab bering-da. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib kelayotgan saxovatli, yaxshi insonlar, mana sizni qilgan ehsoningiz tufayli mana bu eshigimizni sindirib ketgan odamdan juda xavotirim katta edi. Sizlarga oldin ham aytib o'tgan edim. Mana aholimiz ancha o'ralib, bugun mana darvozalarni qurib berdi. Usta akamiz, buning uchun u kishiga ham rahmat aytaman. Sizlarga ham kattadan katta rahmat qilgan ehsoningiz uchun. Allohim ikki dunyo saodatini ko'ring. Hech qachon kam bo'lmang, topganingizga Allohim baraka bersin. Har doim ishlaringizni o'ngidan berib, oilangizga qut baraka bersin Xudoyim. Ilohim, yo'lda yurasizmi, qayerda bo'lsangiz ham Alloh panohida bo'ling. Allohni har bir insonga Alloh o'zi tarafidan rizq va umr ato etadi. Ilohim shu Alloh tarafidan sizga, menga ehson qilgan insonlarni dunyo turguncha rizqi va umri tugamasligini istayman. Qizlarim bilan har duoga qo'l ochganimizda, dasturxon boshida qilgan ibodatlarimda sizlar uchun Allohdan doim sihat, salomatlik, tani sihatlikni so'rab qolaman. Sizlarga kattadan katta rahmat, bizga befarq bo'lmaganingiz uchun, qilgan ehsonlaringiz uchun. Yana bir bor shu agar qurbingiz yetsa, bu yoqdan-ku juda ko'nglim ancha taskin topib xotirjam bo'lib boshladim. Endi mana bu pastki tarafimizda yana joy bor. Ana shunga mayli qo'ldan kelgancha, hech bo'lmasa fundamentiga yordam berib yuborsalaringiz ham, mayli loyig'ishdan bo'lsa ham o'ralib qolsa, juda ham yana ham ko'nglim ancha xotirjam bo'lar edi. Lekin buni hozir mana ko'rib ancha xursand bo'lib quvonyapman, chunki yopiq, hech kim kira olmaydi. Ishga ketsam ham xotirjamman, lekin bu tarafidan aylanib kirish xavotiri bor ozgina. Yana qo'ldan kelgancha agar qurbingiz yetsa, ehson qilib shu yerga yordam berishlaringizni so'rab qolardim. Bu mana shu qilingan ishlar uchun kattadan katta rahmat. Mana shu bloger ukamizga ham, shu bizlarga vaqt ajratib kelgani uchun bu kishini ham ilohim umrlari uzoq bo'lib, tan joylari sog' bo'lib, qilayotgan ishlari bardavom bo'lsin, omadli bo'lishini tilab qolaman. Hammaga rahmat.